Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Ramazon muborak bo'lsin. Bugungi kundagi eng dolzarb mavzu uy sharoitida ich qochishlik qabziyatni qanday davolasa bo'ladi degan savol tushyapti. Bu juda ham oddiy bo'lib, kechqurungi iftorga qizil sovuzdan salat, rus tilida salat, o'zbek tilida gazak bo'ladi. Shuni tayyorlaymiz. Tuzini sal o'tkirroq qilamiz. O'tkirroq qilishdan maqsad sovuzdagi sovuqlikni ketkazish va qorinni g'o'ldirashi, qorinda oshqozondagi sovuqlik miqdorini oshib ketmasligi uchun tuzini sal o'tkirroq qilinadi. Demak, shuni iste'mol qilishda birinchi 2 osh qoshiqni chaynab yeb turib, ana undan keyin qolgan taomlarga qo'shib yesak, hazm yengillashadi, ko'zni ravshan qiladi, ich qochishlikni bartaraf qiladi. Bu esa o'z navbatida o'tda dimlanishiga oldini oladi, bo'g'inlar og'rig'i, boshqa narsalarga ko'p ta'sir qiladi. Hazmni eng zo'r yengil qiladigan narsa shu. Shuning uchun men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Endi hadis bor. Kimki yaxshilikni yoysa, uni qilgan bilan barobar degan hadis bor. Shunga binoan shuni yaqinlaringizga tarqatsa, ular ham Ramazon kunida foydalanib bo'ladi degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.